Xullas, tanki yana azoblash reaksiyasini o'ylab topdilar yangisini. Qanaqa desanglar? Yeah boy. Yeah, boy. Agar homiladorlar ekrandan qochib turasizlar. Ko'rib qolishlarini. Qishda mabodo ko'rib qolsanglar bizani kechiringlar. Xullas, mana birinchi marta ko'rishim bizda vodiyda g'o'ra deydi, Toshkentda do'chi. Xullas bugun kim nechta kulsa o'shancha do'chani yeb berish kerak. Faqat mazza qilib yeyilmaydi. Tuzni ortig'idan oshiqcha sepamiz. Limon bo'ladi, chizli bo'ladi. Necha marta kulgan bo'lsa shuncha do'chani yeymiz. Xullas. Videoning oxiridami yoki har video ko'rganda? Prям oxirida. Da. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan har doimgidek Ixa hamda Shahzod aka o'tgan safar esinglarda bo'lsa boshqacha qilamiz keyingi выпускda degandilar. Ko'pchilik so'radi kommentda va bilaman aniq ko'rib o'sha so'linglar oqib ketdi. Ustiga tuz sepilgan limon va do'cha. Nodir shu yerda. Nodir bizani necha marta kulganimizni telefoniga yozib o'tiradi va oxirida necha marta kulgan bo'lsa, o'shancha do'chani yeyishimiz kerak bo'ladi. Bitta limon bonusiga ham yeb berishimiz kerak. Aytgancha yana o'sha mavzuga qaytamiz. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni juda ham ko'p ekan. Xullas, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin jon akalar. Like bosish esingizdan chiqmasin va kommentni har gal yirtib yuborsizlar. Bu gal ham yana bir marta so'rayman sizlardan, iltimos kommentni yorib beringlar. Nuqta bo'lsa ham yozib qo'yinglar, lekin men juda xursand bo'laman. Yaqin kommentlariga kirib o'qib, tanki aytgani uchun yozyapmiz kommentlarni deganingiz uchun. Joninglar sog' bo'lsin. Qo'lingga nima qilgan? Gapirgunizcha biron-nima qilib chalg'itib turgan odamlar deb. Masalan, chiqib ketishmasin, ko'p gapiramiz. Chiqib ketishmaydi. Nima voy, ketdi. Shahzod aka uchun bitta komment. Texnik time out. Mana kadr ortida hozir Ixa million UC sotib yubordi. Agar kimgaki tezkor ishonchli arzon UC'lar kerak bo'lsa, Ixa UC'ga murojaat qilasiz. Zapis qilganda ham xizmatda turibmiz. Agar qanaqa muammolar bo'lsa, o'zim eshitaman. Tankani yuzlarini bekitib, hozir mana reklamani qo'yib qo'yganman. Basta tanki bo'lishi mumkin. Da. Yaxila. Добрый день, что желаете? Yosh qiz noqulay vaziyatga solib qo'ydingiz bizni. O'zbekcha gapira olasizmi? Tushunmayapman sizni. Men kurscha gapirishni yaxshi bilaman o'zim, lekin shu yerda yashayapsanmi? O'zbekcha gapirda qizim. Ладно, заказывайте, я узбекча понимаю. Говорите по-узбекски, ваш заказ принимаю. Mayli bo'lmasa menga bir finjon qahva bering. Финджон кахва это что? Bilaman dedingiz-ku, taxlab bering. O'zbek tilini bilaman deysiz-ku, bilmaysiz yumalog'im. Буталогым это что? Bu tuyani bolasi. Botalar o'zbekcha gapirish uchun til bilish kerak onasi. Menga o'zbekcha gapiradigan xodimingizni chaqiring. Siz bo'lsa tilni o'rganib, so'ng o'zbekcha gapiring. Eshitaman sizni mijoz, nima problema bor? Problema emas, muammo. Mijoz finjon qahva so'roq. Finjon это nima edi? Siz xodim bilishingiz kerak. Men mijozman, so'ragan narsamni berishingiz kerak. Ana qo'lingda matoq, tarjima qil, o'rgan bil. Yashab turgan yurtingni o'z tilini hurmat qil. Chota oxirgi moment ko'p tema bo'ldi mana shu. Lekin bitta narsa aytib o'tiraman, do'koningizda o'zbekcha gapirishadi. Polni, fulla. Rus bolalar bo'lsa ham, по-любому o'zbekcha. Assalomu alaykum. Sizga kompyuter kerakmi deydi. Молодцы, молодцы. Unda dash yaxila. Da. Voy, izdan chiqib qoldi. Pulam. Yexila. Uyi shunaqa sog'inib ketdim-da. Mushugim yaxshimi, mushugim? Mushugimmi? Mushuging o'lib qoldi. Ada, shuni sal yumshoqroq qilib aytsangiz bo'ladi-ku, unaqa bittada aytmasdan. Mushuging o'lib qoldi. Yo'q, unaqa emas, ada. Misol uchun bir kun tomda o'ynab yugurib yuribdi deng, ikkinchi kun yiqilib tushdi deng, uchinchi kun o'lib qoldi desangiz, sal normalniroq eshitilardi, ada. Bittada unaqa o'ldi demasdan. Bo'pti, uydagi buvijonim yaxshilami? Buvijoning tomda o'ynab yuribdilar. Uyi shunaqa sog'inib ketdim, ada. Mushugim Bu joning Shu tomda o'ynaydi. O to'g'ri. Yag'ir yumir sardor. Chorni yumir. Sardorga respekt lekin. Qiladi. Voy. Kulaylik. eski agam aka? Aha. Ketdi aka. Voy. Ay, o'tkaz hozir. Voy. Spoiler o'qitdi. Aka anjanli ekanlar, eshitishadi. Nimaga meni kuldirdingiz hozir? Bari kuldirdim-a. Anaqa
O'sha. O'sha. Cho'yni ichirgan jo'natib yuborlaydi. Ko'rgan? Or. No one. Men chaqirish qanaqasi marketing bu ham. Xolaga nima boryapti marketing? Xola qarang. Voh. Ma'qul bari. Voy xoramlar. Voh xoramlar. Voh xoramlar. Bitta morojniy uchun shuncha. Mangishda. Oh. Yig'ida turibdi. Voy, o'tib ketdimmi o'zi? Yaxshi qiz. Men sizni ustingizdan arz qilmoqchiman. Nimaga? Chunki yuragim o'g'lab qo'ydingiz-da. Yo'q qil raqib, yo'q, tamom, всё. Bu akani undan rus aka bor, xuddi shunaqa qilib oxirida bunaqa qiladi. Biz ham birga bir qo'shiqda xuddi mana shu qo'shiqda. Ko'rmaganmiz? Yo'q. Rossiyada xuddi shunaqada. Endi o'yi uzoqdan olib turgan bilinib turadi-da, что degan odamga biroda anaqa unaqa qila olmaysiz baribir. Da, shunaqa deb tankani kuldirib turmasam, qulab qoladilar. Black bu Rossiyada yashash va ishlash uchun qulay T-Bank kartasi bo'lib, undan Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlarning milliy valyutasida siz komissiyasiz pul o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Agar 30-aprelgacha tavsifdagi havola orqali siz kartani rasmiylashtirsangiz, undan 1 yil siz mutlaqo bepulga foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Eng zo'r taraflaridan uni chet el raqamiga hech qanday Rossiya fuqaroligisiz va Rossiya sim kartasiz rasmiylashtirishingiz mumkin. Shunchaki ariza qoldirasiz va Rossiyani sizga qulay bo'lgan manzilga o'zlari yetkazib berishadi. Bu kartani yana boshqa juda ham ko'p afzalliklari bor. Boshqa kartalardan yoki naqd pul bilan hisobni bepulga to'ldirish. Shu bilan birga ish haqqini to'g'ridan-to'g'ri ushbu kartaga qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana eng zo'r tomonlaridan umuman hech qanday komissiyasiz siz naqd pulni ham yechib olsangiz bo'ladi. Pro obunachi bilan chet elliklarga juda ham ko'p yana foydali xizmatlar taqdim etiladi. Pro obunachi bilan jamg'arma hisobingiz yoki omonatingiz bo'yicha yuqori foizlar olib, tezroq pul yig'ishingizga ham yordam beradi. Bankning sayohatlar bo'limidan agar chiptalar olsangiz sizga 4% cashback ham qilib berishadi. Tavsifdagi havola orqali 30-aprelgacha 1 yil davomida sizga mutlaqo tekinga xizmat ko'rsatiladigan kartani rasmiylashtiring. Bitta narsani esdan chiqarmanglar, T-Bank bu Rossiyada yashash va ishlamoqchi bo'lganlar uchun 30-aprelgacha ulgurib qolinglar. Hammaga rahmat. Mission this person will never know what happened to him. Siz bilanmidik? Balon chiqib ketganda? Perivaldan. Ha. Voh! Astagfirullah, perivalda ketayotgandik. Perivalda anaqa spusk joyda biz tepaga ketyapmiz, o'rtaga spuskda. Men qarab balon ketyapti. Voh, bitta kamazı baloni chiqib ketdi. Ketayotgan balonni qarang deydi menga. Balonni o'zim shunaqa tez ketyapti-da, chittadan yursam aka turibdi bunday. Hayotda yetib bo'lmayapti endi u balonga bor. Balon turtdi qayda? Taksi chaqirib aka olib kelish kerak. U malaka kimdir mashinasi orqasiga urgan bo'lsa kerak-a. Devorga. Bardurga хотя бы tiral to'xtaganda. Yomon ketayotdi. Yomon bo'ldi. Nimaga bu odam hech qachon nima bo'lganini bila olmaydi-da. Urib oqsekin yana balonlar ichiga turib oldi. Qayerdan keldi o'zi? Bu ham o yo'ldan kelibdi-da, shunga. Perivaldiga balon bo'lsa kerak. Ha, bu o'zi ham bir Xitoyga Amerikaga o'tib ketdi. To'yga shu bilan. Quiero que lo grabe y lo sube para que metiendo las letras con todito los honores. Aquí no encontramos al papá de los amores. Oye los parceros, esto es criminal. Assalomu alaykum. Kech kirganda bizni taqillan. Xafa bo'lmaysiz opajon, hayotimiz shunaqa, ba'zan siqilamiz, ba'zan yig'laymiz ko'chada. Opa nima qiladi? Yo, dashit tiltga tiqib. Astagfirullah. Oh no. Oh no.
Voy, блин. Когда ты думал, что скоро выпуск, а к тебе в палату заходит человек и говорит, какой ты смелый и сильный. Итак, manda yana Yana tushunmadingiz. Bu menmi mana yana tushunmadim. To'g'ri. Anaqa tuzalib bo'lmay turgan kasallar, bolalarning oldiga Человек-паукlar bir nimalar Ana kiradi. Pirati Karibskого morya kelgan rak anaqa. bilan kasallarning oldiga voy. Shunga aytyapti-da. Skoro выпуск. Sani yaqinda chiqaradi deb o'ylayapsan, lekin sen oldinga o'rgamchi odam bilan kelib O'zbekchasini ham tushuntirib bering endi bir xillarga tushunmagan. tushunishdi aka. Siz tushundingiz degani hamma tushundi. Aman TikTok o'ynayman. Oo, 3 ta polis bor ekan. Oo, nokautdan bo'lyapsiz hozir. Voy, aka, o'yladi. Bitta qozoq baylar o'ynagan mashinada ko'rdim men bittasida, lekin u shunaqa o'ynab qo'ygan TikTokka ana hammalardan qilib borib, voy. U faqat quloq singanini ko'rsatadi. Unda orqaga o'girilsa Quloq singan bo'ladimi? Da. Hazmimiz prejon. Yerimda uycha bizni to'yimiz kunidagi emotsiyasi. Mana buni tushunaman. Jizadi. Как будто uni guruh ustida turgandek turishibdi. Voy. 8-6 topqa yig'i oldinda kelyapti ular. Men har doim oldindan. I can drop ties in this bitch. Ko'zini ochmayapti bu. U qo'shiq aytib uchirmoqchimidi? Nima bo'lganini tushunmayapti. To'g'ri, yo'q. Tuxum qo'yib bo'ldi o'zi alati tuxum. Ya, apain. Zo'r yiqilar ekan lekin qarang. Tuxum qo'yib yubordi. Zo'r tuxummas ekan u. Voy! Tuxum oq bo'ladi. Endi zalatoy tuxum bo'lishi mumkin. Qora nima jigaret tuxum qolma. Yig'i faqat o'shani oq tuxumlarni yeganda, oq tuxum, oq anaqa, oq suya deydimi, nima deydi? Shunaqa bo'ladimi aka? Ha? O jigaret tuxum. Olib kel jigaret tuxumimizni bitta. Olib kel. Yo'q, bunaqa emas, bilaman aka. Uyimizdan tovuq boqqanman men. Endi bu to'mlirog'idir-da, olibda qolgan. Odamlar ham qorasi bo'ladi. Bitta surat bering. Bitta surat bilan o'tmishdagi xatosini eslatolmaysiz. O'ynaganman demay faqat. Yo'q, lekin eshitganman, anaqa qilganman, bilganman nima bo'lganini. Voy. Qancha odamlarning yuragida anaqalar kechasi bilan Крипто, много крипто, биткоин, альткоин, хуйкоин. Gap qani rostdan bitta surat bilan o'tmishdagi xatoni eslatolmaysan. Voy. ikkinchi chiqqanda hamma taps qilgan, lekin siz bermagan. Ha, birinchisi hech kim ishonmagan. Birinchisida Notcoin. jackpotni olishgan. Ha, Notcoin'da Jackpotni urishgan, olishgan. prям zo'r Birinchisida. ishlashgan. Ikkinchisida ham xuddi shunaqa bo'ladi deb o'ylab, sutkilab xulashmagan, boshqa qilishmagan. Xulasam pulim yo'qoladi deb. Oxirida shu o'rinda men ham deb shunday kesib ketgan. Bence kechasi bilan mas'ul, lekin ancha qiziqib o'ynaganman. Bilasizmi, necha soat o'ynadim? Oh my god. Bu o'tmish ko'pchilikka. Неважно, что у тебя под капотом. Matizga qarab. Неважно, что у машины под капотом. Самое главное, это то, кто сидит за рулем. Yaxshi, motori chiqib ketmadi. Hattoki mana sirri ham bekitib qo'ysanglar bo'ladi, mana. Shunday bekitasizlar bo'ldi. Tunda shunday moliyalar bekitib qo'ysanglar bo'ladi, mana ko'rinmaydi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, video oxirigacha ko'ringlar-da, sigirni option bekitib qo'yamiz mana shu yerda. Uylarda moliyalar ko'p bo'lsa, bemalol mana shundan yashirib qo'ysanglar bo'ladi, oyog'idan boshigacha. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, narxini aytaman-ki, qayerdan olishni aytaman. Videoni oxirigacha Hozirda Harry Potter qanday olganini endi tushundim. Bunda hech aqlim yetmagan ekan yoshlikda ko'rganimda. Bunaqa невидимка plashi bor.
Oddiy xromaga kiyib olgan ekanda, zeleniy anaqani. O'ta qoraligini ham ko'rsatdi. Bu shampun soch to'kilishiga qarshi ekan. Soch to'kilishga men ham qarshiman. Tanka ham qarshilar. Ha, No, shuni nima qila olmayman. yo'q, men nima ekib olaman. Sen ham mening yoshimga yetarsan. Amin desem. Ultra esimga tushyapti nimagadir. O'tirardi. Tushunmayapman nima qiladi. Aniq bilaman jigarlar kommentga kiriladi. Zakrepda ultra yozib qo'ygan bo'lar bir nima qitmirga. Men xo'rlayvermang, meni ham bolim bor. Espérate, baby. I know it's fake. Ven acá. Gapi. Eng qiyin ishdan aka qildilar. Qiyalib ketdilar o'zim sakr. Aka chet elliklar ham bilib qoldi, o'zbeklar aktiv kuchligini. Prasмотр tushib qolsam, o'zbekcha bir nima qiladi. Qara, 212 mingta like. We're really recording the video on some Meta Glass. To'yda anaqa Ochkida Meta Glass ochki, ya'ni videoga oladigan ochkida to'yiga oyoq. Normalni chiqib beradi lekin qarabmi hozir. Ay, yo'q. Shoni. Ya, bu bo'l. Aka. Nodir o'zing ham etding. Yo'q, mana burlar qarang orqasidagi. Ha, uni endi o'zi keyin anaqada qilgan. Ya, bu Premierda qilgan, Photoshopda qilganda bor. Unda aka, streamga mana bunaqa kamera emas, shu ochkingizni qo'yib qo'yib ular qo'ysam. Mana shu nima noto'g'ri bu yerda. Meta Glass faqatgina vertikalni oladi. Bu bunaqa shunday olgan, shuning uchun Nodir sirasi yo'q edi. Men kadrni ko'rib etdi. Kadr sochli. Bunaqa ololmaydi. Mana talant vlogimda o'sha ochkida olingan videolar bor. Zo'r. Yo'q, bunaqa ololmaydi. Oladimi? Tanka nima san deb ko'radi bu. Siz qaramay turing-da. Tanka oladi. Oxirida men sizga bitta video jo'natib yuboraman. Mana shu metada olinyapti, qarang sochliligini deb. Mana shu videoga qo'yib yuborasiz, ko'rasiz. Oxirida videoning oxirida bo'ladi o'sha kadr. Qani tekshiramiz. No, не знаю. Серьезно. Думаешь. Теперь. Часы. Bu xola aytib turibdi, nimani ko'rsatishdi? Влево. Yozib. Вправо. Сердце. Деньги. Деньги. Танцует. Этикетка. Очень хорошо кажется, давайте. Voy, ko'rsatar deb o'yladim. Amakiga respekt. Xola bilan, no. Chidab berdilar oxirigacha. Da. Nima oyoqqa anaqa kiyib olgandilar? Men shu joyini ko'rmabman. Keyin ko'tardimi yoki ko'rsatib, naverni. Rahmat okajon, sizda men lekin ancha vaqtdan beri kutmovdim, lekin siz yozishingizda men nasib etsa alhamdulillah Saturn akamizda, Tayson akamizda, sizda ko'p blogerlar yozishni istayman, sizlarning saflarga qo'shilishni istayman, havas qilaman. Na bir kulishni bilasan, na bir yig'lashni bu videoga. Beknazar aka. Sal jo'skiy rolik buni ustidan kulibsiz. Bizdan kommentga ham kirib yozib qo'yganlar. Voy edi. Videosi kiring, ko'raylik. Osim Beknazar aka. Do'stim, bir gapni eshit, men senga tentak motivatsiyadan beraman. Do'stim, eshit, yaxshi motivatsiya. Har kuni yangi imkoniyat. Katta g'alabalar kichik qadamlar bilan boshlanadi. Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Yonang Svitoydan ketdingizmi? Nomeringizni bering, hali gaplashib olamiz. Sen bilan bu joyda gaplashib olaman. Yoz nomerimni. Hali gaplashamiz. Charchab qolmadingizmi? Ya, ozgina ishlab keldim-da, o'g'lim. Voy. Stilni bildingizmi? Kimga anaqa qilishgan? Mas один parodiya qilingan. Shunda. Alo? Ha, boboy. Onadan so'kishni ko'rsatib qo'yaman hali sizga. 1 soatda 7-bazaga tez yetib keling. Xo'p. Kim bilan gaplashdingiz? Qo'llaringiz titrab, ranglaringiz oqarib ketyapti. Ha, o'g'lim. Boya bittasini jahlda onasidan so'kib qo'ydim. Titrash. Hozir razborga chaqiryapti. Tushundim-da sizni. Ketdi. Billa boramiz.
siz o'tirib turing, men hozir. Adamni chaqirtirgan ekansizlar? Ne chaqirtirganimizni bilmaysanmi? To'g'ri. Otam onadan so'kib, noto'g'ri ish qilibdilar. Lekin otam uchun men uzr so'rab keldim. Sen meni hali ham tushunmading-a? Qochibdi. Birinchi mendan o'tib, keyin otamga o'tasiz. Ushlaring nimamini? Erkakmisan? Shoshma! Seni ham otang bordir. Sen men nima bilan gaplashadigan? O'zingizni bosing. O'g'lingizga zo'r tarbiya beribsiz. Otam deyotganiga rosa havas qildim. Mendan o'tgan bo'lsa, ming bor uzr. Mendan ham o'tgan bo'lsa, men bor uzr ukam. Otang aybdorligini bilsang ham, ne unaqa ish qilding? Otani to'g'ri yoki noto'g'ri deyish farzandga emas. Men farzandlik burchimni bajardim. Siz so'rab oldi. Voy kulvordi o'zi ham. Yo'qmiz shunaqalar, oxirida shunaqalar, shog'az. Yaxshi, adim gana. Voy, gap parodiyani lekin nomer 1 bo'libdi. Zo'r o'xshatibdi gapi. Ko'pchilik e'tibor shunga o'ldi deb o'ylabdi bu. Shunga Bu joyini kesish kerak emas ekan. Bu joyi bo'lish kerak bu videoda. Tilini zip chiqib ketdi. Yo, televideniyada qolib ketdi degan. Официант. Здравствуйте, слушаю вас. Что слушать? Смотрите. Ой, простите, здесь какая-то ошибка. Это не наш ВОЗ, так как мы все лысые. Давайте мы вам блюдо поменяем и также сделаем вам бесплатный абонемент на... Ничего не надо. Ноги моей здесь больше не будет. Tilidan shu o'zi bilan nima deganini. Paydo'da. Короче, soch tushib qolibdi birinchisiga. Odamlar shunaqa qiladi, ko'rsatib berishyapti. Men bo'lsa deb zo'r tushuntirdim. Agar do'stlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tushuntirish. Voy! Nesherga? 24 ga 7 IX. Aloqada. Da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz LGBT va geylarga qarshi kurash tashkilotidanmiz. Hozir uyma-uy kirib tekshiryapmiz. Mabodo siz yuzda shunaqa odamlar yo'qmi? Men bilmasam, xotinimdan so'rasam bo'lmaydimi? Mayli, so'rab ko'ring bitta. Ruslan? Noto'g'ri tushunmaymiz. Ruslan o'yin qani demoqchi bo'lgandir. To'g'ri, mana tangani ikkita tomoni bor deganlar. Shunga bitta tomon ko'rib, Istoriyani oxirigacha ko'rmadinglar-ku. Da, nima bo'ldiki, bitta mana reportyorlar ham, masalan, bizni videolar kesib qo'ya turgan shunaqa qiladi. Eng qiziq o'ynashaq kesib berdi, keyin anaqa so'kinib o'tiraveradi odam. Da. See, help me, man. I got you. Voy, memu. Yo, paraziti. See, help me, man. I got you. Qanday? Sal o'xshama. Sal tezlik kerak. Normalniy lekin. Trenirovka qilish kerak. Mijozimiz Instagram orqali ko'rib kelibdi. O'zlaridan S22 Ultra, Samsung A55 hamda Z Fold 2 telefonini olib qolib, adminga iPhone 12 Pro telefonini o'tib berdik. Ustiga 500 ming so'm doplata oldi. Rozimisiz, ukajonim? Baraka. Katta 3 xonali domim bor, shunga 16 Pro Max qo'yasiz. Da. Ay. Zamcı. Instagram. Shunaqa edi. Ha, shunga yo'naqdi.
Iha, do'tchi ko'payib ketyapti. Yetarmikan? Nechta? 6-12. Voy, 16 da men ichim o'tib ketadi. Da. Topga ideyangizga sizni tualetda o'tiradi. Ana haqiqiy do'st. Da. Unga ham tep olmaydi. Aka, biz ham futbolga chiqsa shunaqa o'ynaymiz deb o'ylayman nimagadir. Mana gabaritimni oldi. Bu garajga. Qaratirishni qaraysiz. O'g'irlagangilar bo'ladimi? Orqaga qochdi-yu yomon. Ben şokda. Adil Rahmat. Be you. Be proud of you because. Adil Rahmat. Çok açık. Adil Rahmat. Haydi Ruros hadi. Adil Rahmat. Adil Rahmat. Ada rahmat de yaptım. Hay Acu Rahmat. Adil Rahmat. Adil Rahmat. Yo! Bi parlak. Обратно. Adil Rahmat. Yo! Adil Rahmat. Acayip abi. Adil Rahmat. Voy maraz. Adil Rahmat. Bitti Acu Rahmat. Adı rahmat. Acu Rahmat. Dada, qora yumur nima degani? Bor o'g'lim, onangdan so'ra. Lekin onam garang-ku dada. Ha, ana. Onam xafa bo'lmasmikin? Bor yugurib borib so'rab kel. Balki siz borarsiz. Tez o'rganyapsan o'g'lim. Молодец. Yomon, yomon. Idealimdagi inson shu iymonli bo'lsin, lekin yevropeyskiy bo'lsin. Otangga rahmat harommi deganda gap ekanda. Ha, 50 yil yeganda. Otangga rahmat harom deganda gap ekanda deydi u. Ortimda turgan 10 kishiga diqqat bilan e'tibor bering. Birinchi holatda ularning barchasi metro to'xtashi bilan ichkaridan tushayotgan odamlarni kutib o'tirmasdan metroga chiqishga harakat qildi. Va ko'rib turganingizdek, bu holatda ular 5 kishiga noqulaylik tug'dirdi. Odamlar almashishiga esa 30 soniya vaqt ketdi. Ikkinchi holatda esa ishtirokchilar ikki tomonga bir qator bo'lib, ichkaridan chiqayotganlarni tushirib yuborishdi. Ko'rib turganingizdek, bunga bor yo'g'i 17 soniya yetarli bo'ldi. Bu videoni kimga yuborishni juda ham yaxshi bilasiz. Endi mana shu joyga bering bo'pti. Esingizda tursin. Metroga to'g'risi kam chiqqanman. Masalan, turibsiz, kirishga ulgurmadingiz, yopib ketib yuborishi mumkinmi? O'zi определённый vaqt to'xtaydimi yoki odamiga qarab to'xtaydi? Определённый vaqt to'xtaydi. Qo'lingizni qisadigan bo'lsa, ochiladi. Yurmaydi. Hamma eshik yopilgandan keyin yuradi. Dispetcher biladi, yopilganligini keyin ketadi. Endi mashinasi, masalan, misol uchun ko'rsatdi, u aql bilan anaqa qildi, o'rgatdingiz, mana deyiz, gap yo'q lekin o'tib yerda qanaqadir bitta rasprodaja bo'lsa, ya'ni aksiya, skidka bo'lsa, katta anaqa chegirma bo'lsa, lekin bu o'rgatganingiz hech narsa yordam bermaydi-da. Odamlar shunaqa darajada miyasi mol bo'lib qoladiki, bir-birini urib, eshiklarni sindirib, bosib ham o'tib ketadi-da, anaqasini bir-birini ustidan. Mana shu yomon narsa juda ham. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head. Atela bular shunaqa video qiladi-da. Anaqa prosmotr, anaqa nito joyga yiqilib ketib turgandek. Da Молодцы. Ozu, bu bolani sevmaysan-ku. Ota-onangga o'zim tushuntiraman. Ketdik bu yerdan. Qo'y bor qo'limda. Men o'ylab ko'rdim.
xato qilgan ekanman. Erkak kishining kuchi chiroyida, bo'yida yoki mana bilagida emas, kissasidagi pulida. Sherst akam menga qimmatbaho mashina, telefon olib berdi. Bugun esa dabdabali to'yim. Siz umringizni oxirigacha itdek ishlasangiz ham bitta mana shu telefonda olib bera olmaysiz. Bu bola kim? Bor yo'g'i tilamchi ekan, ishonmang bermadi. Ukam? Ye, mayda yo'q ekan. Baxting bor ekan. Baxt tilab qo'yarsan. Baxtli bo'linglar. Başıma bela buladı, yüreklerimi yakadı. Ezoqlardan doydu yürek. Oxiri chiloy pok yetishmabdi. Aman kamayib qoldi shuna videolar menimcha. Yo, Ancha kamaydi. Endi bizni to'ydik, yerikimizdan chiqmayapti. Odamim o'zi Samsungga qiziqardi, Samsung tutib yurardi. Keyin menga aytib qoldi, iPhone'ga qiziqib qoldi-da. Men aytdim, agarda iPhone tutib ko'rmagan bo'lsa, tutib ko'ring, lekin o'rganib ketasiz. Lekin bitta narsa bor, iPhone tutib yurgan odam hech qachon Androidga o'ta olmaydi, o'rgana olmaydi. Lekin Androiddan iPhone'ga o'tsa, o'rganib ketsa bo'ldi. Androidga umuman qarang. Real umuman qarang. Endi shu gapingiz uchun to'xtayapti, kesmaydi shu joyda. Mana eshiting. Bu xudo xolisa 4-iPhone menda. Buni faqatgina men kontent uchun ishlataman. Ammo nima? Постоянно ishlataman. 4 marta iPhone olganman. 11, 12, 13, 16. Ha, 13 dan keyin o'sha olmadim. 14 bilan, yo'q, 14, 15. O'sha 6-marta iPhone olishim ekan. Faqatgina kamerasi uchun olaman. Bu narsani ishlata olmaganman. Ishlata olmayman ham, по-моему. Mana hozir ham mana bunda sim karta yo'q, bunda sim karta bor. Men buni ishlataman men. Chunki qulay. Android sila, короче. Puling yo'qdir deysizlar, kechirasizlar. Androidni men polnoценный maza qilib ishlataman. Ana xolasa mol qilsin. Po'tir-po'tiri, so'kal-po'kali bo'lsa, tillo, yo'tali bo'lsa, kasali bo'lsa, desa ham mol meniki. Ha, ya, u ilinganlik. Harom boshqatdan oling, iplosdi. Maraz, buni boshqatdan oling, iplosdi deydi. Desa ham Shuncha qilganim go'tinga tiqtak bo'ldi. Yaz mashinik, mol vijdonli ekan. Yetib qo'ydim oldimda. Adoq sotuvchi. Rostgo'y mol. Instagramda reels ko'rib o'tirganimda bitta videoga ko'zim tushib qoldi. Eslarcha Fasutildan zakazingizni olishingiz bilan bexosdan tushirib yuborsangiz, yengisiga almashtirib berishar ekan. O'zbekistonda ham bu narsa ishlaydimi yoki yo'qmi tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Aytmoqchi, biz isrofgarchilikka qarshimiz. O'zbekistonda ham bu narsa ishlaydimi yoki ishlamaydimi? Buni odamlar bilish kerak deb hisoblaymiz. Birinchi bo'lib biz KFCga kirdik va bexosdan zakazim qo'limdan tushib ketdi. Buni ko'rgan KFC xodimi zakazimni sirazi yengisiga almashtirib berdi. Keyin bo'lsa biz eng ko'p tarmoqli Oqtepa lavashga kirdik. Eng arzon setga zakaz berdim va u ham qo'limdan tushib ketdi. Zarar faqat kola bilan friga yetdi va zakazimni yengisiga almashtirib berishdi. Bizning keyingi manzilimiz Wendy's. Wendy'sda aktyorskiy mazgina pand berdi. Faqatgina kolaga zarar yetkazdim. Lekin Wendy'sdagi zakazimni almashtirib berishdi. Va yana milliy fast foodimiz Evis'ga ham kirdik. Evis'da lekin rostdan ham zakazimni to'g'ri ushlolmay qolib, qo'limdan tushirib yubordim. Shunga qaramay, ular zakazimni yangi qilib yig'ib berishdi. Bu narsa O'zbekistonda ishlashiga ishonmasdim. Ishlagani uchun ham videoga like bosib qo'ying. Va yana qiziq videolarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna Respekt gapi yo'q lekin. Maza kerak O'zbekistonda bo'ylovdim. Endi bunaqa qilib yurmanglar-ku, atalab. Agar mabodo agar tushib ketsa, respekt gapi yo'q lekin. Bo'lishi mumkin-da, anaqa chalg'ib. Bizda vijdon ham bor-da, o'zi biladi, o'zi biladi. Bu shaharda mashinalar 24 ga 7 yoqib o'tiradi. O'rtoqlar, biz dunyodagi eng sovuq shahar Yakutskdamiz va bu yerda mashinalar qish faslida umuman uchmaydi. Qish fasli o'zi 5 oy, 6 oy, 7 oy ba'zida davom etadi va tasavvur qilsam 7 oy davomida mashina 24 ga 7 yoqib o'tiradi. Undan tashqari shunchaki yoqib o'tirmaydi, chunki mashina yoqib o'tirishni o'zi yetmaydi, o'shaning uchun mashinani isitishadi. Ko'ringlar, qarang. Motorni ustiga maxsus yungli material qo'yishgan. Lekin bu material yonib ham ketmaydi, kuyib ham qolmaydi, lekin motorni issiq saqlab beradi. Mana bizda radiatorning oldini ham 2 qavatli materialda yopishganini ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana juda ham hayron qoldirgan narsa, hattoki old oyna lobovoy stiklo 2 qavat. 2 qavatli lobovoy stiklo. Yon taraflarida bo'lsa plastmassadan, ya'ni PET materialdan bu to'liq atrof mashina buzilib qolmaydimi? Yoniq turaversa hech nima qilmaydimi? Apparat slishkim kichkina bo'ladi. Ha, o'zi pribliziительно mana shu 12 oy ichida
yonib turgani bir oy haydaganda degan gap bo'ladi примерно. Apparat shunaqa bas bo'lganiga. U просто motor muzlab qolmasligi uchun. Yana qasa. Men ko'rdim, Yakutskda ko'plar garaj qiladi spesialni shunaqa. Suv turadigan, o'shanda saqlaydi. Kelib, dizini oldiga qo'yib, ertalab o'chirmagan. Qavatdan oyna yoki pet material qilib chiqishadi. Nimaga mashinalarni o'chirishmaydi? Agar mashinani -40, -50 darajada o'chirilsa, motor muzlaydi. Motordagi moy muzlaydi. Keyin mashinani shu bilan yozgacha qaytib ko'rmaysiz. O'shaning uchun 24 ga 7 mashinalar doim yoqib o'tiradi. Agar mashinani elektromobillar hayotda bormas ekan batlaga. Sirazi o'lib qolar ekan. Balkim chiqar. Men ko'rdim Kanadada Tesla'da yurgandan. Kanada? Bunchalik muz joylari bor-da shunaqa. Katta minusavoy joylari bor Kanadada. İçi ko'rinmayapti. İçi ko'rinmayapti. Ha bildim. Oyna qilib qo'yibdi ag'dan. Cho'za. Bu nima anaqa o'ziga uverensni oshirish uchun mumkin bo'ladi. Nimaga bunaqa narsa qilgan? Ichkarida men tualetni ko'rman, tualetmidi? Tualetda. Asal qilib o'tiribsiz tualetda. O'tirib turgan bo'lsa ekanda. Voy. Da.它这个就是不用花纹，不要糊的那种。他之前这衣服都是拍那个圆圆拍过的。稍等。 Bu model endi. Sразу g'arib pozalar yodlab olganda bular. Yo'q, ha, boshqa kiyimni kiyib yana xuddi shunaqa tushaveradi. Rosa sotishadi bular. Ana AliExpress'da shu opa chiqar ekanda shunaqalar. O? Qisqagina bitta. Javob berdi bo'ldi. Yo'q. Ne unaqa turibdi? Voy, maqtab. Yomon yasa beribdi lekin. Bir yamar. Siz nima deb bo'ldi boshida nima tushundingiz? Bunga qaramadim. Men buni qatdan tushib qo'yganiga aniq qilmadim men. Nechi bo'pti? Voy, buni. Mana bu. Yomon chizibdi davomini. Yomon chizibdi davomini lekin. Молодец. Mana bu talant bor gapi. Молодец. Хорош. Bizni o'ribdi lekin. Mana. Mana bu narsani bilmadim nima bu o'zi. Ana gruzinskiy. Qazaq bo'lib tug'maganda neterim bu chalqandan Şirini şirini Tojikiston anaqa. Qurtobada. Tojikistonni bayrog'midi? Hozirgi? Tojikiston emasmi? Zo'r lekin adashgan bo'lsa. Kechiringlar. Ayo, to'g'ri topdi. Bo'lmasa komment hozir so'kib tashlashardim. Men oshmi, choymi deb o'yladim bari. Ana bo'lmasam ye buni. Bizda palov deb turgandim debdi. Qolib qolganlar. Men ham shunaqa deb o'ylab turuvdim lekin palov deb. Ana do'stlar, mana shu yerda sekin to'xtatamiz. Eng qiziqarli joyga keldik. Suv chiqib ketibdi. Yo'q-e? Nima deb o'ylaysizlar jigarlar? Kim ko'proq yeydi? O'xshab hisob. Yiga 22, Tanka 17.
Aytdim, jigarlama hech qachon yutqazmayman. Yo'q. 17 taman 22 deymanmi, voy bu. Birinchisi ketdi. Voy, men so'lagim olib ketdim. Minus 1 tankam ostida qoldi. 21 ta. Oo. To'kilib ketdim aka. Ustiga mana. To'kdim. Ocholmayapman. Boshqa odam ijroga beryapti o'sha bor. 6 5 Joy aka yuborishdi. O'sha. Yo'q. Mana işte davleniya tushib bor. Yuragingiz ishlab. Hadi al ye. Voy yeng. 7 6 15 14 13 12 Nechta manda? 5 dedi. 4 3 2 1. Bitta yana. İşte var be. Kupi sağdan noktaga. Kulağı bitip böyle. Tishlarim ketdi var. Ya. Tamam, bu şey olmadan. Bu video reaksiya emas, anaqa mukbang bo'lib ketdi bu. Ko'p katta bola ekranga qarab duch yeb o'tiribdi, o'yla. Rahmat. Hammalarga joningiz sog' bo'lsin. Ugovor, komment, iltimos, like, iltimos. Kerak emas, manmi? Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon tomosha qilganingizga. Hammaga rahmat jigarlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. So'laga oqib ketyapti uzr. Keyingi выпускlarda ko'rishguncha xayr.